prezidentimiz, yurtboshimiz bu yilni bilasizlar, mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qildi. Demoqchiman, har birimizni yashashimizdan maqsadimiz shu jamiyatni rivojlantirish. Chunki o'zimiz bor hissamizni qo'shish. Chunki bugungi bayramimiz ham o'zi Yangi yil bayrami. Qolaversa, biz bugun bitiruvchilarimizga diplom berish tadbirini o'tkazamiz. Ya'ni biz jamiyatga o'z hissasini qo'shayotgan yangi bir kasb egalarini chiqaramiz. Men Farg'ona viloyati kasbiy ko'nikmalar mintaqaviy markazida axborot texnologiyalari yo'nalishida o'qib tahsil oldim. Bu yerda o'qish davomida 6 oy o'qidik va 2 oy amaliyot davrida Technoprint nomli reklama agentligiga ishga kirdim va u yerda grafik dizayn sohasida o'z ish faoliyatimni olib bordim. Bu yerda o'qiganimdan mamnunman. Kelib ishsiz edim, ish bilan ta'minlandim. Bugungi bayramimiz juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Hammani kirib kelib turgan 2026-yil bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammaga baxt, omad yor bo'lsin.